hayotda hayolingizga keladigan birinchi narsa? Mana o'sha. Bu bir nosli kayfidek. Haqiqatda siz juda o'qimishli odamsiz. Ko'rinib turibdi. O'qimishli emasman, men tuppoyman. Meni tuppoy deyishadi hammasi. Siz tuppoy ekansiz. Qanaqa suv ichasiz? Filtrlanganmi, qaynatilganmi? Men suv ichmayman. Men aroqchaman. Aroq zararli emasmi? Yo'q, aroqda vitamin ko'p. Aroqda destirlaydi odamning ichini. Bu o'zimizda suvlar bo'lmaydi. Kasal qiladi odamni. Aroq nonga kelib yiqilib ketdi. Zo'ra qutqarib oldim. Nonda ham nonim rasvo bo'ldi. Men ham yiqilib ketyapman hozir. Mana bu suvga hozir bir qurbaqqa balalasa, gambus paydo bo'ladi. Endi bu nima ahvol? Gorod vodokanal qayerga qarayapti? Mahalla qayerga qarayapti? Hokimiyat qayerga qarayapti? Televideniya qayerga qarayapti? Hozir nima qilyapsiz? To'g'ri qilyapsizlar. Men ishsizman. Ishsizmi? Yo'q, qayerdan? Men ishsiz edim. Ishsiz edim. Men deb ayting, boshdan boshlayman. Ishsiz menmi? Ha, men to'xtang, men ishsiz edim. Ishsizmi? Men ishsiz edim. Men degan gapni qo'shing. Ishsiz men. Yo'q, men ishsiz edim. Ishsiz men. Yo'q. Men ishsiz edim deb yoz. Ayt, tushundingmi? Men ishsiz edim, shu gapni ayt. Men ishsizman. 2000-3000 men kamlik qiladi. 5000 bo'lsa amallasa bo'ladi. Chunki men bir marta kiyimni ikkinchi marta kiymayman. Oshib ketmadimi? Nega? 37 yosh bo'lib turib, u baxtni topib ketgan. 30 yosh bo'lib turib men topa olmaymanmi? Zato meni faysim tortadi. Bunaqa talablaringiz bilan 40 ga chiqsangiz kerak. Maqtanish emas u. Menga direktimga даже Ronaldo yozgan. Просто men tipim emas-da. Siyosatga qiziqasizmi? Nima? Siyosatga qiziqasizmi? Sayohatgami? Siyosatga. Nimaga? Amaldorlarni taniysizmi? Amaldorlarni? Yo'q, men ular burni osmonda, oldiga bormayman. Keyin bolam va'da berib, va'dasida turmaganlarni taniysizmi? Vazir, hokim, deputat. Juda ko'pini bilaman. Lekin qaramayman ham, gaplashmayman ham. Rahmat. O'zim tenga o'zimga o'xshaganlar bilan gaplashaman. Prostoylar bilan gaplashaman. Senga o'xshaganlar bilan gaplashaman. Chetibratarga 5 yo'q bergan paytlarim Luboy shampundan mana chochimni hidi kelardi. Hech kimgadir nimadadir yutqizganmisiz? Umrimda bir marta yutqizganman. U ham donnozlik edi. O'shanda yutqizmaganda $100 hozir meni rasmim turgan bo'lardi. Endi kibr bo'lib qolmasa agar uydagi yuvilgan kirlarimni suv shilkida tirik qisqich baqala ushlab turadi. Savol beramiz. Agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, evizdan olayotgan zakatingizni pulini biz to'lab beramiz. Rozimisiz? Adabiyot kitobini kim yozgan? A. Ahad Qayum, B. Nasafiy. Ahad Qayum. Bashirasi loy sapsab, tashlamaslik kerak bo'ladi. Degan kelinimni men ham sinab olay. Ovqatlar pishirishni bilasizmi? Tuxum qo'rishni bilasizmi deb so'rang. Nima? Yana gapirchi? Tuxum qo'rishni bilmayman. Nima deding? Yo'q, ichmayman, lekin chekaman. Qo'y, tanimayapsanmi, xotin? Barchana yigitlar bilan gaplashganmisiz oldin? To'g'risini aytaman, gaplashganman. Nechtasi bilan? Nechtasi emas, ikkitasi bilan gaplashganman. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi? Ha, Abid qilib oldingizmi? Sog'indingizmi razmeni? Masayam, kelyapsizmi? Ha, endi boramiz. Sizlarni ham sog'dam judasiz. Bilasiz, qanchalik yaxshi ko'rishimni, onasi. Bilaman, siz jonisiz? Sizni sevaman, onasi. Rahmat, jonisi. Men ham sevaman.